Aziz o'quvchilar, bugun plakat grafikasi haqida mavzu o'tamiz va ushbu mavzu bilan tanishar ekanimiz, eng avvalo plakat so'zi nima ma'noni anglatadi? Plakat bu e'lon, afisha degan ma'noni anglatadi. Grafika turi katta varaqqa ishlanadigan tasviriy san'at asaridir. Bu plakatda qisqa matn ilova qilinadi. U tashviqot, reklama, axborot, o'quv ta'lim maqsadlariga xizmat qiladigan vosita bo'lib xizmat qiladi bu o'quvchilar. Plakat grafikasi asosan targ'ibot ma'lumotlarini ixcham shaklda o'z ichiga olgan holda ko'rgazmali katta formatda bosma nashriyot qilinadigan vosita sifatida xizmat qiladi. Ilgarilari plakatlar faqatgina mana shu qog'ozlarni o'zida chizilib, rassomlar tomonidan, mutaxassislar tomonidan chizilib, mana shular kerakli joylarda afisha sifatida foydalanilgan. Hozirgi zamonaviy plakat odatda rassom tomonidan yaratilgan asl nusxani bosmaxonadan ko'paytirilgan holatlarda olib foydalanyapti. O'zbekistonda plakat 19-asrning oxiri, 20-asrning boshlarida paydo bo'lib, 20-asrning 20-yillaridan keyin keng tarqala boshladi. Bir ma'lum bir maqsadlarga yo'g'rilgan bo'ladi. Ba'zi bir ishlab chiqarish korxonalari o'zini nimaga qaratilganligi, ishlab chiqarilishi, nimaga xizmat qilishlarini belgilagan holda turli xil tasvirlar jamlanmasini o'sha korxonani oldiga qo'ysa, ba'zi bir marketlarimiz o'zini aynan o'sha marketda nimalar savdo qilinishini afisha sifatida o'zlarining marketlarini oldiga qo'yadi. Yoki bir qaysidir bir tashkilotlar, meditsina tashkilotlarimi, ta'lim tashkilotimi qaysi sohaga kerakli bo'lsa, o'zlariga xos bo'lgan belgilar asosida kompozitsiyalar yaratib, mana shu yerlarda plakatlarni o'rnatilganlikka hozirgi kunda ko'zimiz tushadi aziz o'quvchilar. Mana bu kitobimizda, bugungi darsligimizda berilgan plakatlarni oladigan bo'lsak, mana tabiatni asosan tabiatni asrash mavzusiga qaratilgan ushbu kompozitsiyada o'quvchilar hozirgi kunda juda dolzarb muammoga aylanib borayotgan, mana shu tabiatda biz aylanish maqsadida, ko'ngil ochish maqsadida chiqib, yana tabiatni ifloslantirib, mana shu keraksiz narsalarni tabiat bag'riga tashlab kelayotganligimiz qoralab ko'rsatilgan. Yoki bo'lmasa mana bu yerda o'zimiz tengqur o'quvchimizni keraksiz ijtimoiy tarmoqlardan ijtimoiy tarmoqlardan foydalanganligini, uni kitob qutqarayotganligi ko'rsatib o'tkazilgan. Demak, mana anglaganimizdek, plakatdagi tuziladigan kompozitsiyalar faqatgina bizlarni to'g'ri yo'lga boshlash uchun nima qilar ekan? Xizmat qilar ekan.